Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Xudo xolisa aka-ukalar, bugun juma, barchani juma ayyom bilan. Xo'p, videomiz kunduz olinyapti. Xudo xolisa kechki dasturlarimizga, kechki ovqat ustiga baquvvatgina joylaridan xudo xolisa yaxshi ishonchli zo'r bo'g'ozlarga yetib keldik. Xudo xolisa kuni oz qolganlaridan ozroq mehnat qilib, tezroq daromad qilaman degan aka-ukalarimiz uchun bo'ladi bu video. Aka-ukalar faqat poddeshkalarni men sezmayapman. Mana shunday poddeshka uchun laykni bosib qo'ysanglar, shunaqangi xudo xolisa ishonchli yaxshi bo'g'ozlardan, yetuk bo'g'ozlardan ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolisa bugungi aka-ukalar 5 ta emas, nariyada ham bor. Narigi fermada ham bor. Bemalol tagi mo'l nomerimizni shu oldi qatorlariga saqlanib qilib qo'ysanglar, Tursunali deb turib, shunday yozib qo'ysanglar, lebo'yki payt inshaalloh har doim shunaqa yetuk bo'g'ozlardan bo'ladi. Sigir deganga sigirlarimiz ham bor. Faqat aka-ukalar mana shunaqa boki zo'rlaridan, chandillari zo'rlaridan, gigantlaridan, faqat sut yo'nalishida inshaalloh bolani ham zo'r beradiganlardan bor. Endi bu yerdagilarni ham qisqa qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolasa aka-ukalar, kimga narxi, sifati biz bergan ma'lumotlar yoqsa, bemalol telefon qilib bog'lanib savdolarni qilsanglar bo'laveradi. Uzoqdan, musofirdan telefon qiladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, xudo xolasa Telegram, WhatsApp onlayn savdolari bor. Xo'p, zaklatini kelishgan holda ozgina tashlab bersanglar, qolganini uylarda ko'rib tekshirib olib, bemalol pulini bersanglar bo'laveradi. Hafta kuniga juma 2025-yil. Xudo xolasa bugun 24-oktyabr oyida turibmiz. Endi bundan buyon aka-ukalar xohlasak, xohlamasak sut sezon boshlandi. Salqin kunlar, sovuq kunlarda aka-ukalar sutni ham narxi oshdi. Shu sababdan qishi bilan tirikchilikka yaraydigan yaxshi sut donlaridan haligi 15 millionga, 20 millionga sigir beradi deganlar, aka-ukalar bitta gap xafa bo'lmanglar, ko'ngillariga kelmasin. 5 litr suti bor. Bunaqasini ham beradi. Yo'q emas, xudo xolasa. Eng muhimi aka-ukalar, buni 2 tani o'rni, yo'q, 3 tani o'rniga bitta boqadigan. Bittani yemishini yeydi, lekin aka-ukalar, xudo xolasa 3 tani hosilini beradigan zo'rlari, gigantlari, yaxshilardan. Xo'p, aka-ukalar, endi ko'p maqtaganimiz bilan baribir mol, lekin sifati yaxshi mol, maqtashga arziydigan mol. Xudo xolasa hammamizni yaxshi niyat qilganlarda uyida shunaqa chorvalar to'lib toshib ketaversin. Inshaalloh aka-ukalar, yaxshi niyat qilganlar kommentariyaga nasib qilsin deb yozib qo'yinglar. Sizlarda ham shunaqa 10 ta, 15 ta, 20 ta bo'lib, xudo xolasa chorvaga baraka bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Doston kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Yana bugun xudo xolasa har doimgidek 5 yosh sinovdan o'tgan yaqin yetuk bo'g'ozlarimizni chiqaryapmiz. Avvalambor hammamizga bugun juma ayyomi muborak bo'lsin. Hammamiz xonadonlarimizda tinchlik, omonlik, xotirjamlik aramasin. Musofirdagilar, ukalarimiz eson-omon oilalarining bag'rlariga qaytib kelishsin. Boshladik yana chiroyli qilib, assortiment qilib, shves, qola, talg'ir, qola, eston narxlari yo'lida. Xudo xolasa bugungi narxlarimiz har kundan ham yangiroq bo'ladi. Endi ozginadan qo'yamiz, mol serob. Misol ko'rib turib bo'g'oz mana bunaqa deganidan xudo xolasa qilib beramiz. Endi ozgina qilib qisqaroq video qilib nima qilib beramiz, ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa narxlarda aytilayotgan narxlarimiz muhim emas, har doimgidek telefon qilishib, "Shu molingiz yoqdi, mana shu nimani sigir qilib olaman" degan odamga hisob hech narxda kelisholmay qolgan joyimiz bo'lmadi. Mollarni beryapmiz, yaqin bo'g'ozlarimizni Xudoga shukr aytgan kunimizda aytgandaqa bo'lib tug'yapti. Kunda kunora kelib turibdi. O'z akalarimiz ham Namanganlik akalarim bor. Kecha ilgari kuni 2-3 ta saytda molini tug'di, videolarini tashlab, xursand bo'lib baraka topib deyishdi akalar. Like bosib qo'yasizlar, Xudo xolasa. Yana shunaqa haligi gumon bas, tashab qo'yib 5-6 oyda bo'ladigan bas, haftalik, kunlik qolgan bo'g'ozlar. Olib boradi, 5 kun qarovni qiladi, tagiga bolasi tushadi. Baraka topadigan mollar, Xudo xolasa. Hammasini bir qator yig'ishtirishini, narxlarini ko'rsatib beramiz. Qaysi tomondan keladi? Ulardan boshlayveramiz, yoshlar. Metrlab o'lchab beray aka. Bo'laveradi. Metrlab o'lchab beray aka, ko'rgan odam kattaroq, kichikroq degan muammo bo'lmasin. Bizga ham hijolatchilik kerak yo'q. To'g'ri. Aka 1.25. 1.25. 1-2 sm plus minusi bo'ladi. Bunimiz aka xonajin. Tug'magan xonajin, lekin kech qochgan. Buni shu egasidan shu xonajin deb aytgan, o'zi yurib turishi ham ma'lum. 101-qoringa
Bokilari ham zo'r ekan. Bokilari ham zo'r, to'rtta joyda so'skasi, idishli mol. 10-15 kunlik qolgan buni ham oy kirib. 15 kun mehnatni qiladi. Mana akalar. Ishlarini ko'rsatamiz, o'zlari ko'rib baholab olishaveradi aka. Mana aka, shikarat. Zo'r. Joyida. Bunimiz ham 8 oydan oshgan, bola katta tegadi. Bo'yi. Endi aka ba'zi mollar me'dadan cho'chib sal pisib oladi. 27 mi, 28, 25 ga olishaveradi. 25 sm tag'i. Bo'ylari yaxshi xudo xolasa. Uzunligi ham, gazi ham hamma yo'g'i yaxshi. Ya uchinchi qoringa aka. Ishlari shikalat. Aka mana necha kunligi qoldi endi buni? Mehnat. Bu 1 oydan ag'bag'da tug'adi. Bunisi-chi? Bu bola tapillab tepyapti, bir hafta 10 kunga qolmaydi xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalar. Ozgina mehnat, xudo xolasa bir yarim daromadga kirilaveradi. 24. 25. Idishini qarang, mana buni. Bola ham katta. Taqillab turibdi mana. Yurganda hozir qimillaganini ko'rsatib beraman. Bola xudo xolasa zo'r bola deb beradi. Oz qoldi aka. Oz qoldi. Oz qoldi. Katta bola beradi. Yiri ekan xudo xolasa. 4-chimiz talg'irimiz. Bu ham 1.25. 1.25. 1 sm, 2 sm past baland bo'lishi mumkin. Shikalat aka. Zo'r, ishlari ham yaxshi akalar. 8 Bunimiz ham 8,5 oy, 8 oydan oshgan. 1 oy 40 kunda uzoq xudo xolasa. Bolasi yoniga tushadi. Qirg'iz talg'ir. Chandillari. Haqiqiy chandilli ust yo'nalishli mollar. Sutni ham aka-ukalar ko'pchilik biladi, targ'il molni. O'ta qo'yib beradi, xudo xolasa. Qaymog'ini o'zi ham toza Qirg'izdan o'tgani bu. Aka hamma mollarimiz idishlari joyida haqiqiy sut olishga, hali boqib o'zini katta qilgani bas. Ro'zg'orni ham, bolasini ham, o'zim molni bolasini, o'zini ham boqadigan mollar xudo xolasa. Yo'q. 5-chimiz. 1.28. 1.28. 25 ga olaveradi buni ham. Tishlari shikalat lapatga. 8 yurak lapatga. Lapatga yaxshi. Orqalari ham o'ta chandillik. Uzunligi, sifati, chandillari, boklari hamma yo'g'i yaxshi. Xudo xolasa, hammasi o'zi bejirim, chiroyli narsalar ekan. Endi aka-ukalar tashqariga olib chiqib yetalab, narxlarni, ma'lumotlarni beraveramiz. Birinchisiga. Toza eston. Eston ishqibozlariga. Aka-ukalar mana sut qaymog'i, xudo xolasa yog'lari joyida. Chandilli. Xudo xolasa hamma mollarimiz idishli chandilli mollar aka. Bu boshlari yaxshi. Minus-minusida. Uzunligi ham zo'r. Gazi ham uzun aka. Chandillari ham aka-ukalar. Hozir necha kunligi qoldi buni? 1 oy ham. 1 oy. Uzog'i 40 kun, 1 oyga qolaversin. 40 kun. Ammo bola rosa katta tegyapti. Gap yo'q. Mana shu. Yurish-turishlari, oyoq qo'llari sog'lomligiga gap yo'q, xudo xolasa. Mana shu. 1 oy mehnatni qilinglar, xudo xolasa. Endi ham bu ham rosa uzunidan aka. Chandillari ham rosa joyida. Chandillari ham. Bitta joyda so'skalari. So'skalari to'rt joyda. Joylari zo'r aka-ukalar. Xudo xolasa, bo'ladigan, boqadigan, foyda qiladigan. Xudo xolasa 3-qoringa. Aka, pulini nechga aytamiz endi buni? Aka, buni ham 25 million. Bunisi ham. Kami bor. Nariginga juplashib olmasinmi aka? 24,5 dan qilib. Sotdim baraka. Xudo xolasa, yana xayrini qilib berasiz. Beramiz. Aka, narxlar muhim emas, telefon qilinaveradi. Mana aka. Xo'p, muhimi siz bizga yoqsa, xudo xolasa keladigan, kelishadigan joyi bor aka-ukalar. Bemalol savdolarni narxlari muhim emas aka. Hali ko'ynimga yo'l topsin degan gap yo'q. Mol yoqsa bo'ldi, jizillasa bo'ldi. Gap. Narxni yo'lda qilib beramiz. Qiziqqan ishqiboziga xudo xolasa, aka-ukalar men olaman deganiga ketdi. Mana uygacha dastavkalari qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p, 24 million 500 nariginga juplab olinglar. Endi yakka olganga ham xudo xolasa ash narxga beraveramiz xudo xolasa. Jup olganga plus bonusi Toshkentgacha. Ana bo'lmasa. Doimgidek. Gap yo'q. Mana aka. Chimolimiz. Mana aka. O'najin. Sifatda yurish-turishlari, boklari. Aka-ukalar. Behijolat olaveradi. O'ta olibdi. Olibdasi haqiqiy. O'zini o'zi maqtaydigan aka-ukalar. Tutlarni qarang, 4 ta joyda aka. Gap yo'q. Oq yana oq tutik. O'najin bo'lib yuvvoshligini qarang. Boklari, yuvvoshligi zo'r. Qorni ham rosa katta ekan, aka. Xohlasa bola yaxshi. Meni ko'zimga shunaqa ko'rinyapti. Yo'q, ancha-muncha o'najinda kichkina bola tug'adi. Ham Xudoni bergan, ichidagini biz ko'ramiz-ku. To'g'ri.
Qani turishiga qarasangiz yaxshi bo'la beradi xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalar, yurish-turishlari, oyoq qo'llari sog'lom. Xo'p, vodiy bo'ylab dastavkalari Besiblatning uylarigacha yetib boradi. Endi vodiydan tashqarida aka-ukalarimizga liniyamiz bor. Xudo xolasa, kelishilgan holatda hammani rozi qilib uylargacha olib borib beraveramiz. Oyoq qo'li yeb ichishi hamma yo'g'i sog'lom. Moldan xudo xolasa g'ubor aybi yo'q mollarimizga. Ozgina mehnat qolgan. Ha shu. Olib ozgina qarov parvarish qilsa bo'ldi. Xo'p. Tursunar aka, endi narxini aytaylik aka buni. Narxi ham yo'lida xudo xolasa aka. 25 million kami bor aka. 25 million. Kami xayri bor. Kami xayri bor. Mana akalar. 25 million kami xayri bor. Xudo xolasa uylargacha yetib boradi. Aka, endi buni videoni boshidan yengil qilib boshlaylik. Oxirigacha shunday davom ettiraylik. Ozgina xayrini ayting aka. Obunachilarga. Sizga ham xayrini qilib beramanmi? Qani menga ham qilib beringchi keyin. 24,5 oling aka. 24,5. 24,5 kami bor aka. Mana akalar. 24 million 500 ming kami xayri bor. Xudo xolasa, endi yonida bolasi bilan manaqa boka hech bo'lmaganda bir 10 ta berar aka. Kecha ko'rdim, xuddi mana shu molni qochganini, xuddi shu holatda. 25 million qo'yildi, 3 kun 4 kun oldin qochgan ekan. Gap yo'q. O'zi aka bozorda ham mana 2 oy, 3 oyligini beryapti-da. Bu 7 uy narsa, xudo xolasa. Gap yo'q. Aka-ukalar aloqaga chiqarsa, xudo xolasa yana kami bor. Tayyor mana. Uchinchisiga. Gigantidan. Bok chiqaringlar, bok. Nima deyapti u? Aka-ukalar mana. Yerga yaqin tapalaq mol aka. Tapalaq. Bolasi ham rosa katta, xudo xolasa buni. Sifati yaxshi, xudo xolasa aka-ukalar. Zo'r. Mana. Oroliq ishqibozlariga boklari oqadi. Anjoni sog'lom aka. O'zi ham yosh, ko'rinishi ham yosh. Chaqlari ham, etlari ham hamma yo'g'i kelishgan. Mana, aldansang ham yoshiga aldandingmi? Biz aldamaymiz lekin. Gap yo'q. Mana aka. Himillash yo'q aka. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Zo'ridan boqaman deganlarga mana. Haqiqiy. Mol bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Gap yo'q. Ammo qorni o'ta katta ekan aka. Necha kunlik qoldi buni aka? Haftalik. Haftalik. Bolasi qanday? 10 kunga qolmaydi. 10 kunga. Ha, 10 kunga berib bir hafta tug'ib maza qilaversin. Xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, Tursunar aka, endi buni ham yaqin qilib aka. Bo'ldi. Ortishmaydigan bo'ladi. 26,5 million aka. 26,5. 5 so'rasin deb aytyapsiz, aka. 26 million ketdi. Gap yo'q. Mana akalar. Zo'r, xudo xolasa. Bugun Doston akani nima desa xo'p deymiz. Endi aka qarang-da, mana o'zim ham chiqaryapman. Endi birovni, misol o'zimdan qiyos qilib gapiray. Boshqa kanallarda, boshqalarni gapirmay, aka 2 oy, 3 oyligini ham shu narxga chiqaryapmiz-da. To'g'ri gap aka. U 5-6 oy molni boqib ishlab beriladi xolos. Buni haligi aybi emas-ku. Aybi shu sut kanallari ochilib qolgan. Shu. Endi 10-15 kun qarov qilsin, yoniga xonajin tuqsa 6 million. Novvoschi 8-10 million pul tushadi aka. Xudo xolasa. Aka unaqa 8 millionga beradigan novvos qolmadi aka. Endi ham 10 million qoldi, novvos tushsa ham. Gap yo'q. Aka-ukalar mana ozgina mehnat hosilini foydasiga 10 kunda kiringlar. Mana sizlar uchun negativ yozishim yo'q. Gap yo'q. Havas qilib malaya deb qo'ysalar ham bo'ldi. Ash negativ yozyap turganlar uyi ham to'lib ketsin shunaqa molga aka. Bizga vaqt ajratib olmay qoldi. 15-20 tadan mol to'lib ketsin. Gap yo'q. Mana aka-ukalar. Targ'ilidan, olovidan. Bola berishi, hosili, yuvoshligi hamma yo'g'i sinovimizdan o'tgan bu targ'ir molda. Gap yo'q. Buni boqqan o'zi biladi. Mana aka. Ham qirg'iz. Qirg'iziston paroda, mana. Qirg'iziston paroda, Qirg'izdan qochib kelgan. Quloqda ham birkalari turibdi, xudo xolasa. Janob. Olovidan. Joning sog' bo'lsin. Yuvoshlari ham zo'r. Oq yelin, oq tutik, mana ko'rsa. Hamma mollarimiz oq yelin, oq tutik. Go'shtli yelin yo'q. Zo'r. Asha 15 ta 20 talik xalta bor orqasida hammasida. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka, u go'shtli yelin bo'lsa ishib turgan bo'lardi. Bu o'zi bilinib turibdi, qog'oz yelin bo'lib. Aka-ukalar, bu tuqqandan keyin soqchilar ham shunaqa holatga kelib qoladi. Yana to'ldiraveradi. Bori ko'rinmaydi, xudo xolasa. Orqalari korobka, uzunliklari, sifati, liniyasi hamma yo'g'i yaxshi. Yo'qlari, oyoq qo'llari, o'zingizlar bitta baho berib ketinglar. Faqat mehr berib boqsanglar bo'ldi, aka-ukalar. Aka, necha kunlik mehnat qoldi deding buni? 1 oylik. 1 oylik. 1 oy mehnat qiladi, xudo xolasa. Katta. Unda ham. Gap yo'q. Yuvoshligini qarang. O'ng, chap umuman tanlamaydi. Bu qo'y tushib qolsa, aka, xudo xolasa. Nima bu? Aka, endi u Qirg'izistonda qochib o'tgan-a? Ha, Qirg'izistonda qochib o'tgan aka. Gap. Hali deb beradigan o'sadigan Alloh xudo saqlasin deydi.
Hammasi o'shandan aka. Xo'p, endi narxida qolyapti aka. Narxi ham yo'lida doim aka. Narxi bizga ma'qul kelsa bo'ldi aka. Narxi sizga ma'qul keladi. Mol ma'qul keldi, zo'r. Shunchasini so'radingiz, buni so'ramaydigan qilib aytaman endi. Qani? 28 million aka. 28 kami bor. Kami bor. Vodiy bo'yicha dastavkasi bor. Endi hali men so'ramasin deb shu laxtayni olib aytdingiz. Og'irdi mana shu. Gap yo'q. Qolganini shu obunachilaringizga xayr qilib kelishtirib beraman aka. Sifati yaxshi, xudo xolasa bo'ladigan onda. Akalar. Shundan ham o'tib olmaysizmi aka achchig'ingizdan? Nima bo'lsa bo'ldi deb 500 ming sotdim men aka. Xudo xolasa 27 million 500 ming so'm. 27 yana kami xayri bor, xudo xolasa akalar. Endi telefondan qanaqa olib beryapti? Boltangiz bilan kelibsiz. Bugun tortish faqat chopish bo'lyapti. Bolta bilan kelibsiz. Kel janob. Mana akalar. Aloqangiz qilib, xudo xolasa yana kami xayri bor. Bemalol savdosini qilaverasizlar. Vujudi sut bo'ladigan mollardan qog'oz yeli. Zo'r. Bitta ishtahani ko'rsat. Aka, vesi ham yirik ekan-a buni. Ishtahani ham ko'rsat. Veslari yaxshi. Bersiz. Chandillar. Yo'radi. Berganingizdan anaqa qilmaydi. Zo'r. Bo'yi 1.30 chiqdi uni. 3-qoringa. 10-15 kunlik qolgan. 10-15 kun. Ammo haqiqiy sut rosta kamga o'ynataveradigan mol aka. Gap. Yurishlar, oyoq qo'llari hamma yo'q zo'r. Yuvvoshligini aka, mollarimizni hammasi bexijolat yuvvoshlik, hammasini ko'rsatib bermayapmiz. Yuvvoshligi. Mana akalar. Muhimi yuvvoshlik akalar. Yosh bolasi bilan ham kelib sog'averadi, qaraveradi aka. Bemalol savdolarni qilaverasizlar. Zo'r. Oyoq qo'llariga o'zingizlar bitta ahamiyat beringlar. O'zi ham tekis yuragan. Hamma yo'g'i joyida aka. Aka, nechta aytamiz endi bunga? Aka, buni 29 million. 29 million. 29 million kami bor, xayri bor. Kamini ham bitta aytib keting aka. Endi kamini sizga aytsam qiziq qolmaydi. Kamini sizga aytsam qiziq qolmaydi. Kami bor. Obunachilarga kamini ko'p qilib berasiz. Kamini ko'p qilib beraman akalar. Narxlar aytilayotgan narxlar muhim emas. Bitta telefon. Mana shu mol deyilsin hisob. Hisob. Gap yo'q. Akalar, yaxshi sifatli zo'ridan, ishonchlidan kuni yaqin qolganidan boqaman deganlar yana bir haftada bu idish to'ldirsa ko'rinadi. Yeydi aka. Akalarga hozir bunaqa mahallada boqadigan joylar ham qolmadi. Hamma yo'q egallanib ketdi. G'o'za poyoni bersa ham, g'ishti bersa ham yeveradi jonivor. Haqiqiy baraka topiladigan mollardan, xudo xolasa aka. Xo'p, akalar olinglar, baraka topinglar. Xudo xolasa foydada bo'linglar. Hammani chorvasiga baraka yetsin. Ichkariga olib kiramiz. Qolgan mollarni ham bir qator ko'rsatib, to'liq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar, mana endi olib kelib joylab oldik. Xudo xolasa endi bugunga shular aka. Bugunga mollarimiz shular. Akalar, ukalar, gap so'zlarimiz xatolar bo'lsa, so'raymiz. Aytilgan narxlar muhim emas. Har doimgidek aka telefon qilishsa, mana shu molimiz yo'qdi deyilsa, hammasini narxlarini chiroyli qilib beramiz. Muxlislaringizga aka yaxshi niyatlarda, yaxshi tilaklarda qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. Hammalarning xonadonlarida eng kamida shunaqa sigirlar, molxonalar bo'lsin. Yaxshi niyat qilganlarida. Yomon niyat qilganlari ham mayli bundan oshiq bo'lsin. Bizni ozgina mehnatimizni mana shu chiqaryapmiz. Kimgadir masalan mana 5 ta mol chiqardik. Xudo xolasa kamida 5 ta odamga bir manfaatli bo'ladi. Xonadoni molga to'ladi. Poddeshka qilib, yaxshi niyatda bitta like bosib, chiroyli izoh yozib qo'ysa, nursiga halol nur bo'ladi. Hali bu narsa nima bizga motivatsiya narsa? Nimaga mehnat qilyapmiz, odamlarga yoqyapti ekan deymiz. Kimdir xursand bo'lyapti ekan bu narsadan deymiz. U narx qimmat aytdi, arzon aytdi, u narsa muhim emas. Narxini masalan kelishtirib beramiz. Mollarimizni Xudoga shukr negativ qo'ygan bilan birorta bir yomon muomala gap chiqmadi. Nimaga men undan mol olib bunaqa bo'ldi degan jalbi sizga bo'lgan yo'q, menga bo'lgan yo'q. Bu tomondan muammo bo'lmaydi. Yeb ichishi, mollarimizni kasallik tushaligi, achadoni chiqishi, boshqasi qanaqa kasallik borki bizni bo'ynimizda. Rasmga olib, videoga olib, uka mana moling manaqa holatda desa, kimdan jo'natib olgan bo'lsak, o'shandan pulini berib olib tegib olamiz. Bugunga mana shu 5 mollarimiz bor. Mol doim bor aka. Yaqinroq, yana ham yiriroq mol so'raganlarga. Endi bularni ham qo'shsak, 6-7 ta bo'lib video uzayib ketyapti.
Hammasi sut yo'nalishda aka. Hammasi. Yaqin bo'g'ozlar. Necha oylik bu? Haftalik qolgan bu. Haftalik. Bokilari yaxshi. Shved deganlarga shvedlarimiz bor. Mana doim haligi tadbirlarga yaxshi mollarimiz ishqibozlariga bo'ladi, hammasidan bor. To'qol deganga, mana To'qol deganga to'qol bor. Qirg'iz shved, oy kirgan chiroyli. Mana unaqa mol kerak desa bo'ldi, aytganlarim xudo xolasa yetkazib beramiz. Hammani xonadoniga tinchlik, omonlik, xotirjamlik bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh hammamizni o'zini yo'ldan adashtirmasin. Xudo xolasa mana shunaqa qilib chiroyli qilib yetkazib beryapmiz. Mana shu yo'lda davom etamiz. Hammalaring yetkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Mana shu videoni oxirigacha o'tkazmasdan kuzatayotgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Aka-ukalar mana. Endi bir boshdan bularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa bular ham sotiladi. Bular ham sotiladi. Qiziqqan ishqiboziga telefon qilsanglar, bularni ham savdolarni qilaveramiz aka-ukalar. Mana to'qol deganga, mana yerigidan so'raganlarga, tepalariga ham bitta ahamiyat beringlar. Xudo xolasa bugungi shular, aka-ukalar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Addeshkani ayamasdan, layklarni bosib qo'yinglar.